Muhammad Ali keldilar shekilli. O'zim qarayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Santeni chaqirganmidinglar? Ha, keling. Uyda erkak kishi yo'qmi? Ko'zingizga qiz bola bo'lib ko'rinyapmanmi? Yo'q, haligi Kiring. Oddiy gapsa-yu, o'zing qilsang bo'lmaydi. Men tushunmayman. Unda dalil qachon o'tgan? Dadam o'tmaganlar. Uzoq vaqtga xizmat safariga ketgan. Tuzatib berasizmi, amaki? Yo'q, qisqasi. Necha kundan beri bunaqa? 3 kundan beri. Yaxshilab tuzatib bering. mana bo'ldi. Xizmat haqi qancha bo'ldi? Puling kerak emas. Arzimagan ish ekan. Har qanday xizmat haqqi bor. Menga bechariga qaragandek qaramang. Pulim bor. Shu yetadimi? Sizdan bitta iltimosim bor. Qanaqa? Biz bu yerga yaqinda ko'chib keldik. Dadam o'tganlarini hech kim bilmaydi. Shuni hech kimga aytmang. Nimaga? Erkaklar onamga yomon ko'z bilan qarashmasin. Xo'p. Meni kuzatib qo'yasan? Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Kelganingiz bilmay qolibman. Charchamadingizmi? O'tiring, qoringiz ochgandir. Bilasan qizim, men erkak kishiman. Ko'p vaqtim ko'chada o'tadi. Sen ham katta qiz bo'lib qolding. Shu tarbiyang bilan shug'ullanadigan bir ayol kerak. Dada, men yosh qizga nasihatni o'qiyman. Ko'p narsa o'rgandim. Kitob o'qiganing yaxshi qizim, lekin senga ona kerakmi deyman-da. Ona dedingizmi? Ha qizim. Ana endi gapiring. Suhbatimizni onam rahmatligini rasmlarini eshitmasin. Chunki sizni hamma ayollardan qizg'anardilar. Bugun bir uyga borgandim. Ishga chaqirishganda. Dadalar olamdan o'tgan ekan. Uy juda saramjon. Bitta kichkina o'g'li bor ekan. Dadajon, ayol qanaqa ekan? Chiroylimi? Ayolni ko'rmadim. Faqat o'g'li bilan gaplashdim. O'g'liga zo'r tarbiya beribdi. Haqiqiy erkak qilib tarbiyalabdi. Bilasan qizim, u bolaga kichkinaligida ona tarbiyasi yetarli bo'lgandir. Senga shu yoshinggacha men bergan tarbiya yetarli bo'lgandir. Lekin endi senga ona tarbiyasi, u bolaga dada tarbiyasi kerakmikan deyman. Tushunarli. Dadajon, agar ukalarim yoki singillarim bo'lsa, meni unutib qo'ymaysiz? Nima degan qizim? Men sizni yaxshi ko'raman. Dada, o'sha ayolni uy qattaligini bilasizlar? Mana o'sha yerga boring. Nimaga? Sovchilikka.
To'xtang. Hı? O'zim ochaman. Och. Alisa, yaxshi. Oying bormi? Oyi. Ke qizim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom qizim. Yana deng. Nima dey? Qizim deng. Nima gap qizim? Sizda bitta ishim bor edi. Kira qol. Men Akmal akani qizlarmi? Qaysi Akmal aka? Oshxonadagi jo'mragilarni tuzatib ketgan usta. Ha, shunaqami? Baraka topsinlar. Yaxshi tuzatib ketibdilar. Bilasizmi? Men juda mehnatkash qizman. Kiyimlarimni o'zim yuvaman. Uyni o'zim tozalayman. Injiqlik qilmayman. Maktabda ham yaxshi o'qiyman. Sizga va'da beraman. Uyimizda qo'lingizni sovuq suvga urmaysiz. Tushunmadim. Menga oy bo'ling. Qanaqasiga? Dadamga turmushga chiqing. Men sovchi bo'lib keldim. Qizim. O'zingni oying Oyim koronavirus paytida olamdan o'tganlar. Hamshira edilar. shunaqami? Bizda dadamiz ham koronavirusdan olamdan o'tganlar. Militsiya edilar. Menga oyi bo'la olasizmi? Ha qizim. Oyi, Ha o'g'lim. balki suhbatinglar tugagandir. Ha, tugadi. Xafa bo'lmaysan qizim. Uyimni erkagi shu. Qizim, yana kelgan. O'g'lim gaplaridan xafa bo'lmagan, xo'pmi? Qap. Suvchilik masalasiga kelsak, kattalar hal qilishadi. Ammalar, buvilar degandek